Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 27-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda jim harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Jim harfi asosiy belgilaridan biri, uning tagida bitta dona nuqtasi bor. Siz shundan jim harfini juda oson tanib olsangiz bo'ladi. So'z boshida hamda so'z o'rtasiga kelganda tagida bitta dona nuqtasi bo'lar ekan, hamda so'z oxiri va alohida holatlarda ichida nuqtasi bo'ladi. Faqatgina so'z oxirida kelganda undan oldin harf bo'lgani uchun quyidagi cho'pchorqa ulanadi. Alohida holatda esa hech qaysi harfga ulanmaydi. Demak, yozilishi mana quyidagi holatda bo'ladi. Mana shu holatda. So'z o'rtasidagi xuddi shu holat mana. Bu bilan bir xil. Faqatgina undan oldin harf bo'lgani uchun cho'pchimlab qo'yiladi. Biz buni yozilishini dars oxirida yozib to'liq ko'rsatib beraman. Bu harfning ismi jim harfi deb ataladi, lekin oson tarafi o'zimizning j harfi bilan bir xil o'qiladi. J emas, ruscha j harfi emas, j harfi bilan bir xil o'qiladi ekan. Xo'p, keyin buni yana bir qoidasi bor. Jim harfining ustida yumaloq kelsa, i'ga moyil tebratiladi. Biz esingizda bo'lsa, jami tebratiladigan harflar nechta degandik? 5 ta degandik. Shu paytgacha 4 tasini o'tibmiz. Bugun 4-inchisi ekan. Xo'p, aytib o'taman. 14-darsimizda ba harfini o'tdik. 21-darsimizda qof harfini o'tdik. 26-darsimizda esa to harfini o'tdik. Bugun esa 27-darsimiz tebratib o'tiladigan harflarning 4-inchisi jim harfini o'tyapmiz. Demak, jim harfining ustida yumaloq kelsa i'ga moyil tebratilar ekan. Misol uchun qarang. Mana jim harfi o'zimiz j deb o'qilaveradi dedik, ustida yumaloq kelsa i'ga moyil tebratamiz. Qarang. A j, aj, aj. Faqat men aj deb o'qimaymiz. I'ga moyil ozgina tebratib, keyin runi o'qiymiz. Qarang. Ajeru, ajeru. Nega tebratyapmiz? Chunki jim harfining ustida nima kelyapti? Yumaloq kelyapti. Shu ustida yumaloq kelganda i'ga moyil tebratar ekanmiz. Shunda ajeru, ajeru, ajeru emasdi. Aje, aje. Mana qarang, i'ga moyil tebratamiz. Aje, ajeru, ajeru. Shu holatda demak, jim harfining ustida yumaloq kelsa i'ga moyil tebratar ekanmiz. Yana bir eslatib o'taman. Bu tebratib o'qiladigan harflarning 4-inchisi. Yana bittasini o'tsak, shu bilan biz jami tebratiladigan harflarni tugatgan bo'lamiz. Endi keling, kitobdagi misollar orqali mustahkamlab ko'ramiz. Kitobdagi so'zlarni birgalikda o'qiymiz. Mana tagida nuqtasi bo'lgani uchun bu nima? J harfi. J a m, jam. J a r, jar. J i n, jin. Mana bu yoqda b harfining ustida yumaloq kelyapti. B harfining ustida yumaloq kelsa, biz 14-darsimizni o'tgan edik, i'ga moyil tebratiladi. Shunda j a b, jab, jab, jab. Shunga e'tibor berasiz. Endi bunisi j u l, jul, jul. Shunda l harfini yozilishiga e'tibor bering. L harfi 1-chi, 2-chi, 3-chi kategoriyalarda yoziladi so'z oxirida kelganda. Xo'p, endi bunisi j a b al, jabal, jabal. Shu holatda o'qiyverasiz. Qarang endi. Men bu so'zni atalib qizilga olib qo'ydim. Nega deganda, chunki bunda noodatiy holatda yozilishi bor. E'tibor bering. Men qaysini noodatiy holatda deb aytsam, o'sha holat Qur'onda eng ko'p keladi. Shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Qarang. Bu harf mana j harfi mana qarang, bunday holatda yozilyapti. Bu jligi aniq. Endi qarang. Bu mana yerda j harfi, lekin bu holatda mana yumaloqga bunday ketyapti-ku. Bu m harfi hisoblanadi. Noodatiy holatda qarang, j harfini tagida kelyapti. Mana qarang. Bunday ulanib bunday ketyapti. Qarang, mana o'zimda j harfini bunday olib tashlasangiz, mana j harfini olib tashlasangiz, mana bu yog'i m ligi aniq bo'lib qoldi. Shunga e'tibor berasiz. Bunda m harfi noodatiy holatda j harfini tagida kelyapti. Shunda j a m a l, jamal. Juda oson, faqatgina Qur'oni Karimda shunaqa go'zalligini oshirish maqsadida shunaqa xattotlikda yoziladi. Xo'p, endi biz o'qib ko'ramiz. A j ustida j ustida nima kelyapti? Yumaloq kelyapti. i'ga moyil nima qilamiz? Tebratamiz. Shunda aje, ajeru, ajeru, ajeru. Shu holatda o'qiysiz. Mana bunda ham shu j harfining ustida yumaloq kelgani uchun i'ga moyil tebratamiz. i'ga moyil. Shunda f aje, faje, fajeru, fajeru. Endi keling, pastdagi misollarni o'qib ko'ramiz. J a v, jav, h ar, javhar. Bitta v harfiga e'tibor beramiz, ya'ni vav harfiga. Vav harfini aytayotganda lablar oldinga chiqarilishi kerak. Biz buni vav harfida aytganmiz. Chunki ko'plar masalan o'qiganini bizga jo'natishyapti. V harfi f ga o'xshab qolyapti. Ya'niki jav, jav, javhar. Xuddiki f deb o'qiladi, lekin shu v harfini lablar oldinga chiqarsiz, aniq v ligi bildiradi. Shunda javhar. Shunga e'tibor berasiz. O'zingiz bunday bir audio yozib eshitib ko'rsangiz, v eshitilsa, demak to'g'ri aytgan bo'lasiz. Endi bunisi
J-A-V. Javroba. Javroba. Roba. Ataylab qarang, shunga e'tibor bering. B harfini ustiga yumaloq kelsa, i'ga mol tebratiladi. Xo'p, yana buni qiziliga olib qo'ydim. Nega? Chunki yana noodatiy holatda kelyapti. Qarang. O'zi mana shu holat, bu holat, mana e'tibor bersangiz qarangda. Mana tepa qismini olib tashlayman, qarang. Mana, olib tashladim. Bu qaysi harf? Mana. J ligi aniq, mana qarang, J harfi mana. Tepadagi bilan bir xil. Mana bu J harfi mana. J harfi lekin qarang. Shuni tepasiga bunday qilyapti-da, ikkita nuqta qo'yib qo'yapti. Biz esingizda bo'lsa, T harfida aytgan edim, ustida ikkita nuqtasi bu bormi? Tamom, bu T'dir degan qoida bor edi. Shuning uchun qarang, bunga e'tibor bermaysiz. Tepa qismi ikkita nuqta bormi? Bo'ldi. T A. Endi mana bu yoq nima? Bugun o'tganimiz J harfi. Shunda T A J A V. Tajawroba. Tushunarli? Qarang, yana boshdan tushuntiraman, sekin qarang. E'tibor berasiz, ikkita nuqtasi bormi? Bo'ldi bu T harfi, T A. Endi qarang, buni ustini olib tashlasam, mana bu yog'i bugun o'tgan, qarang, J harfimiz mana. Faqatgina bitta noodatiy holatda Qur'onda bu ham juda ko'p keladi. Noodatiy holatda kelgani uchun J harfini ustiga T harfini chiqarib yuboryapti. Ham joyda tejaydi-da bu. Endi qarang, o'qib ko'rsak, demak bu T ekan, T A, bu J ekan, J A V. Tajawroba. Tushunarli, demak, shuni yana ko'proq daftaringizga yozib mashq qilasiz. Bu Qur'onda ko'p keladi mashikalar. Yaxshi e'tibor bersangiz, bu kitobning afzalligi ham shunda. Bu kitobni tugatgan inson Qur'ondagi harflarni bemalol taniy oladi, xudo xolasa. Xo'p, endi qarang. Y A T A jav, demak yatajawrobu. Mana shunaqa erinmasdan bitta harflab o'qing. Bu mana e'tibor bering. Tagida ikkita nuqtasi bor, Y. Tepasi ikkita nuqta bo'lsa T. Shunda Y A T A. Bu mana bu o'tganimiz J harfi, chunki tagida nuqtasi bor. Shunda yatajawrobu. Ko'proq shunaqa o'qiyversangiz, tezligingiz ham oshadi ancha. Endi bunisi. Istaji. Laba. Taji. Qarang, mana J harfini yumaloq kelsa, i'ga mol tebratiladi. Shunda istaji. Laba. Endi bunisi. Yastajlibu. Maytda e'tibor bering, s'ni usti yumaloq kelsa, o'tganimizda ozgina ushlab turamiz, sirg'altiramiz. Istajlaba. Endi bunisi yastajlibu. Xo'p. Bugungi o'qiganlarimiz shulardan iborat. Yaxshi e'tibor berasiz. Mana shu noodatiylariga yaxshi e'tibor bering. Hamda J harfini ustida yumaloq kelsa, i'ga mol tebrating. Ajeru. Asosiy o'zi shular. Xo'p, endi sizga hozir men bir nechtasini yozib ko'rsataman. Aniqrog'i, shu mana shu J harfini hozir buni mana shu holatlarni hozir yozib ko'rsatib beraman. Chunki yozishda sal muammo bo'lishi mumkin. Xo'p. Mana qarang. Hozir so'z boshidagi holatini yozib ko'ramiz. 3 ta kataga olamiz. Menga sal noqulay bo'lyapti, siz kataydimda chiroyli qilasiz. Xo'p, mana shu 3 ta kataga olamizda, endi qarang. Yozish juda ham oson. Mana bu yoqdan boshlaysiz. Bunday mana. Ko'rdingizmi? Men endi kataksiz holatda matn yozib ko'rsatayoraman. Mana. Tagiga nuqta qo'ysangiz, J harfi bo'ladi. Mana bir nechta yozib ko'ramiz, qarang. Yozish juda oson, mana boshdagi yozilishi bu. Faqatgina shu sal ko'proq mashq qilsangiz, sizga ham o'xshab ketadi mana. Ana. J harfi boshi shunday yoziladi. Endi so'z o'rtasida yozilishi qarang. 3 ta kattaga belgilab olamiz. Xo'p, so'z o'rtasida ham xuddi shunday yozasiz, qarang mana. Bunday yozib olasiz, mana nuqta qo'yasiz. So'z o'rtasida bo'lgancha, undan oldin harf bo'lgancha sekingina bunday yo'lab qo'yasiz. Ko'rdingizmi, juda oson. Xo'p, mana ham yozib ko'ramiz. Mana bu holatda so'z oldingizga bunday yo'lab qo'yamiz. Chunki endi boshlaganlar shunaqa holatda yozsa, ancha osonroq yoza oladi mana. So'z o'rtasida yozilish. Xo'p, endi so'z oxirida yozilishi qoldimi? 3 ta katak belgilab oldik. Xo'p, so'z oxirida yozilishi mana. Bunday qilasiz. Ana. Mana shunday qilsangiz, ana jim harfi bo'ladi. Faqatgina endi so'z oxirida ham undan oldin harf bo'lgani uchun bunday bir cho'pcha orqali ulab qo'yasiz. Hozir yana bitta yozib ko'ramiz mana. Mana shu holatda yozyapsiz.
Faqat undan oldin so'z bo'lgani uchun bunday o'ylab qo'yasizda. Xo'p, so'z oxirida yozilishi ham xuddi shu bilan bir xil. Alohida yozilishi ham xuddi shu so'z oxirida yozilishi bilan bir xil. Qarang mana. Alohida yozilishi ham xuddi shunday mana. Mana shunday nuqta qo'ysangiz bo'ldi. Sal pastroq chiqib ketib qoldi. Mana men yozib ko'rsam boshdan. Mana. Yamni yozib ko'ramiz. 3 ta kattaga belgilab olsak, ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana. Ana. Shu holatda yozaverasiz. Xo'p, bularni hozir yozishingiz uchun osonroq bo'lishini yozib berdim. Siz mana bu yoqda shu holatda ko'chirib olasiz, so'z boshida, o'rtasida, oxirida va alohida. Xo'p, sizning vazifa har doimgidek birinchi bu sahifani ko'chirib olasiz. Bu sahifani ko'chirib olganingizdan so'ng mana so'zlarni biz hammasini o'qib ko'rsatib berdik. Shularni ham hammasini yozib o'qib chiqasiz. Xo'p, keyingi darsimiz yana 2 kundan so'ng soat 21:00 da bo'ladi. Keyin uyga vazifalarni bizga jo'natishni unutmang. Biz har birini tekshirib beramiz. Keyin qaydir joy tushunmagan bo'lsangiz, masalan, siz endi darsga qo'shilgan bo'lishingiz ham mumkin-da. Bizga yozsangiz, Telegram ijtimoiy tarmoq orqali biz linkini videosida qoldiramiz. Har bir savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Darslarning har birini qunt bilan o'zlashtiring. Keyin masalan kimlardir aytishi mumkin, 2 kunda bir juda ham ko'p vaqt deb. Lekin e'tibor bering-da, har kuni masalan hech nima qilmagandan ko'ra 2 kunda bir bitta harf o'rgangan ham baribir afzal hisoblanadi. Sekin-sekin o'rganib borsangiz, xudo xolasa to'liq o'rganib olasiz. Keyin agar siz YouTube'da bo'lsangiz, videoga bitta like bosib qo'yishni unutmang, chunki nega deganda, siz masalan bitta like bosadigan bo'lsangiz, YouTube videoni yana ko'proq insonlarga ko'rsatadi-da. Shuni hisobiga videoni yana ham ko'proq insonlar ko'rishi mumkin. Bu esa siz shu ilm yo'lida ko'proq insonga tarqalishga yordam bergan bo'lasiz.